Videoni ko'rib turgan barchaga salom do'stlar. Bugun sizlarga men Play Marketdan juda meni qiziqtirib qo'ygan o'yin haqida sizlarga tushuntirib bermoqchiman. O'yin haqida, ya'ni o'yin haqida jiddiy ma'lumot bermoqchiman. O'yin juda qiziqarli ekan. Mana bu o'yinimiz o'rtada turgan o'yin. Tak. Bu Boxes Lost Fragments degan o'yin ekan. Bu o'yinda bunaqa sondiqlarni ochish kerak ekan. O'zini ochadigan fishkalari bo'lar ekan. O'zini kerakli joylarni istab qidirib topib ochish kerak ekan. Mantiqi bu o'yinda qanaqa qilib 4 soat, 5 soat o'yinda vaqt o'tkazganingizni bilmay qolasiz ekan. O'yinning musikalariga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r ishlangan. Grafikalar juda tiniq ishlangan. O'yin eslatib o'taman. O'yinda 5 ta xona bor. 5 ta xonada 4 tadan sondiqlar ochiladi. Undan tashqari har bitta sondiqdan chiqqan bittadan material orqali yana xonani qulfi ham ochiladi. Ikkita bosqichda 10 ta ikkita xonada 10 ta bosqichda o'tiladi. Mana shular besplatniy. Qolgan 3 ta xonalar platniy. Buni men besplatniy variantini topib qo'yganman. Kimga kerak bo'lsa men bemalol tashlab beraman. Opsioniyada telegramlarimni, hamma ma'lumotlarimni yozib qo'ygan bo'laman. Tak. Videoda hech qanaqa keyinchalik montaj bo'lmaydi. Hammasi bir chekkadan ketadi. Orada pauza bo'ladi xolos. Hech qanaqa reklama yo'q. O'yinni boshlaymiz. Juda ham bir odamga zavq beradigan o'yin ekan. Mana ovozlarni eshityapsizlar. Tak, mana shu yerda qanaqadir material yashirilgan mana shu sondiqda. Biz buni topishimiz kerak. Har bitta detalda o'ziga yarasha bosh qotirmali joyi bor. Har bittasida. Tak, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bu material topdim. Bu material orqali men endi boshqa joyni ochishim kerak. Hop. Keyingisi bu yerga material qo'yish kerak. Bo'ldi, mana topdim. Tak, video mana shu yerda pauza qilinadi. Demak, mana bosh qotirmani yechish kerak. Bunga chinda ko'proq vaqt ketadi. Ya'ni bu yerdagi to'k bunaqasidan to'kmi endi bilmayman, shu yorug'li narsa kelishi kerak. Bu yergacha men o'ynagan edim. Boshqatdan nastroykadan buni ularga tashladim kelgan joyimgachasini. Video uchun boshqatdan keldim mana shu yergacha. Bu yergacha kelingan holatini bilasizlar. Hop, shu video shu yerda pauza qilinadi. Hop, mana bosh qotirmani taxminan bir 6 minut 7 minut vaqtim ketdi. Yerdan beri qilib shularni yechdim. Hop. Bizga kichkina material berdi. Bu materialda o'zi ham bir bosh qotirma. Bunun ichida yangi material chiqdi. Endi buni mana bu yerdagi joyi bor, shu yerga qo'yiladi. Yangi material. Bu yerda mana ko'rib turibsiz, joy bo'ladi. Asosan sondiqlarda to'rala tarafida bittadan ochiladigan fishka joyi bo'ladi. Stolda bir xil bosqichlarda bittadan, ikkitadan joy bo'ladi. Mana bunga o'xshagan. Lekin sondiqda tepasida joy bo'ladi.
Shu har tarafida bosh qotirma bo'ladi. Bir xillarida bo'lmaydi. Ich ochilgandan keyin chiqadi. Men to'g'risi bu yerlarni ishlagan edim. Shuning uchun sal-pal tez ishlayapman, lekin buni ham topguncha juda ko'p vaqtim ketdi. Bu yerdan ikkita material olamiz, bu yerdan bu o'yinda hech qanaqa chet tilni bilish shart emas. Bu yerda mana o'zini naqshlari bor, qanaqadir. Mana bularni ham ko'rsatib qo'yilgan. Hammasi faqat naqshdan ko'rsatilgan. Hech qanaqa tilni bilish shart emas. Bu yerda o'rgatadigan qog'ozlar, yo'riqnomalar bo'ladi. Ularda даже o'qishni keragi yo'q. Bu yerda mana o'zini belgisi turibdi. Kaosga o'xshagan, bizga mana shu kaosga o'xshagan toshni qo'yamiz ustiga. Bu yaqinda nima bo'lishini bilmayman. Endi sekin-sekin ishlanadi bu yerda. Mana mana shu yer ham meni qiziqtiryapti. Bu yerda ham nimadir bor. Tak, ekran qimirlamayapti, hech narsa bosilmayapti. Demak, bu yerga narsa qo'yiladi. Biz uchun bog'imiz qayerda ekan keyingisi? Qarashdan ekan. Aytaylik, mana bu yerda ishlab bo'lganman. Bu yerdagi boshqanaqani yechib bo'lganman, shuning uchun bu yerda bossam hech narsa bo'lmaydi. Endi nima qilish kerak ekan bu yerda? Bu bosqichlarga, bu joylarga hali beri kelmagan edim. Bunaqa ko'pgina yozuvlar, bularni o'qib o'tirmaymiz. Shunchaki o'zimizcha qidiramiz. Mana bu naqshlarga e'tibor berasizlar. Bunaqa naqshlar qayerda bor ekan? Ko'proq shu naqshlar orqali yechim bo'ladi. Mana bu yerda nimadir bor. Bo'ldi. Bu narsa mana tag yumaloq ekan. Demak, haligini ustiga qo'yiladi. Bu yerga qo'yildi. Endi bu aylanadi. Bu oldi degan narsa. Bu bosqich juda ham chiroyli chiqibdi, lekin juda ham tez ishlandi. Ikkita bosh qotiradigan joylari bor. Qolgan joylari juda oson, juda tez. Balki men boshqa bosqichlarni ko'rib, boshqa bosqichlardan o'tganim hisobiga tez topadigan bo'lib qolgandirman, lekin o'yinga kirganlar uchun juda qiziqarli, juda vaqtini o'g'irlaydigan narsa. Mana ko'rib turibsizlar. Keyingi ochishimiz kerak bo'lgan sonda. Bu yerda ham nimadir bor. Bu mana bo'ldi, bizga bergani shu. Stolda boshqa narsa yo'q. Bu nima ekan?
Ko'rib turganingizda bu yerda chak turibdi. Mana bundagi chakni bunga to'g'rilaymiz. Xo'p, bu yerda nima qilish kerak? Menimcha bu ko'k toshni bu yerga olib kelish kerak. Biz bularni ishlatsam bo'ladi aytgancha. Bu uncha menga yoqmadi. Hoppa, endi bu qanaqa bosh xotin ekan? Tak.
Bu yerga to'g'ri kelyapti. Bu yerga to'g'ri keldi. O to'g'ri keldi. Hop, endi o to'g'ri keldi. Qizil bu yerga ketyapti. Birinchi chekkalarni to'g'rilab olsak. Ha, demak bu yerda 2 bo'sh qoladi. Bu yoqqa to'g'ri kelyaptimi? Yoki yo'q. Ha, ha, ha. Bu yerga
Mana sizlar bilan 22 minut mobaynida mana shu ikkita bosqichdan o'tdik. Sizlarga o'yinni taklif qilaman. Mazza qilib o'ynanglar.